Mana. Naqa? Shu. Ha? Mana shu telefonga Halima qo'ng'iroq qildi. Birinchi aytadigan gapimiz. Opa bulut bo'lib sitilib ketdim. Opa yashil bo'lib qilib ketdim. Agar Alloh mo'jizasi bilan qaytishim kerak bo'lsa qaytsin. Sensiz qiynalolmayman. Moddiy moliyaviy tomondan emas. Jigarchilik. Nimadir yo'qotib qo'yganman, ko'zimga hech balo ko'rinmaydi. Jigarim sog'lom. Hanifga berdi telefonni. Jonim jigarim, sen bilan har kuni bir minutdan oldingdan qimillamasdan yoningda turishga rozi edim, qaytib kelsang derdi. Ona boshimizga bermaydi pamga dedi. Sog'indim degan bo'lardi. O'likda ham bilyapman degan bo'lardi. Onlaringga hali kerak edi degan bo'lardi. O'likda ham bilyapman. Allohga shak keltirmayman. Joylaring jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin jigarim.